Abu Sahid tvorojnisi yeganlar bormi? Voy, buni hidlaridan sizlarga ham retseptini beraman. Bismillah deb idishga qattiq shakar, soda, tuxum solib aralashtiramiz. Alohida idishga un bilan xona haroratda erigan margarinni, razrihitsilni solib urvoq qilib olamiz va qattiqli massaga aralashtiramiz. Vanilin solamiz. Pishirig'imizni fishkasi bu yaxshi vanilin ishlatish kerak. O'rtacha yumshoqlikda xamir qilamiz. Nachinkaga tvorog, tuxum oqi, shakar, kraxmal, vanilin solamiz. Xamirni 4 ga bo'lib, har birini videoda ko'rsatilgandek yoyib, ichiga nachinka solib, 3 marotaba o'rab olamiz. Ustiga tuxum sarig'ini surib, vilkada shunaqa iz yurg'izib chiqamiz. Bo'laklarga kesib, listga joylashtiramiz, ustiga kunjut sepamiz va qizigan duxovkaga pishirishga yuboramiz. Albatta, oila a'zolaringizga tayyorlab bering, yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying. Ular ham yaqinlariga tayyorlab berishsin. Bu Sahid tvorojnisidan siz ham yeb ko'rganmisiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Like bosish esingizdan chiqmasin.